Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdirshid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining 14-iyul kuni tarqatgan e'lonida qurultay bilan har qaysi ellarning parlamentlari orasidagi munosabatlarga mas'ul to'liq maoshliq koordinator qabul qildiganligi bildirildi. Yevropaning o'lchamlari bo'yicha maosh beriladigan mazkur xizmatni loyiq ko'rguvchilar 7-oyning 31-kuniga qadar o'zlarini Dunyo Uyg'ur qurultiyining markaziy ishxonasiga bildirishi lozim. Qurultayning parlamentlararo xizmatlarga mas'ul alayda xodimi Bryussel yoki qurultayning Myunxen shahridagi markaziy ishxonasida xizmat qiladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu vaqtdagi e'lonida ko'rsatilishicha, qabul qilinadigan xizmatchi xodim inglizchani ravon bilishi, fransuzcha, xitoycha va uyg'urcha tillarni bilishi, ijtimoiy aloqa vositalaridan unumli darajada foydalanish iqtidoriga ega bo'lgan bo'lishi, Sharq Turkiston va Xitoyning navbatdagi vaziyat haqida tafsiliy ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, erkin sayohat qilish va favqulodda ahvollar ostida 8 soatlik ish vaqtidan keyinmi yana davomli xizmat qila oladigan imkoniyatga ega bo'lishi shart. Undan boshqa yana qurultay tarafidan ish qilinadigan parlamentlararo koordinatori Yevropa birligining har qaysi organlari va xalqaro kishilik huquq mexanizmisi haqida ma'lumotga ega bo'lishi, siyosat va xalqaro munosabatlar yoki xalqaro qonun va kishilik huquq bilimlari bo'yicha universitetni tamomlagan bo'lishi, Uyg'urlar masalasining navbatdagi taraqqiyot yuzlanishidan to'liq xabardor bo'lgan bo'lishi lozim. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan har qaysi ellarning parlamentlari orasidagi munosabatlarga mas'ul to'liq maoshli koordinatorning xizmat doirasi tovandikilardan iborat. Qurultay nomidan har qaysi ellarning hukumatlari, parlamentlari, ommaviy tashkilotlar va diniy guruhlar bilan aloqa o'rnatish. Har qaysi ellarning parlamentlarida Uyg'ur do'stlik guruhlarining qurilishini qo'lga keltirish. Uyg'ur sud kollegiyasining hukmini va har qaysi parlamentlarning hozir qadar Uyg'ur irqi qirg'inchiligi haqida olgan qarorlarning boshqa ellarning parlamentlariga tashviq qilish va anglatish. Hökumətlərini, parlamentlarni və xalqaralıq orqanlarni Uyğurlar məsələsi haqqında hərəkətə ötküzüş. Hər qaysı parlamentlarga sunulduğan Uyğur məsələsi haqqındakı xəbərnamə, doklad və bayanatlarını tayarlaş. Xalqara orqanlarga sunulduğan Uyğur məsələsi haqqındakı türlük təklif layihələrini tayarlaş. Dunyo Uyğur qurultiyining hər qaysı ellərinin parlamentlar orasidagi munosabatlarga mas'ul to'liq maoshli koordinator qabul qilish haqqındakı e'lonning tafsilotini tövəndəki qurultayning torbat adresidan to'liq ko'ra olasiz. Xitoyning davlat raisi Xi Jinpingning Sharq Turkiston qilgan tuyuqsiz ziyorati kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Xitoy Kompartiyasining koni bo'lgan Xalq gazeti 14-iyul kuni xabar berib, Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning 12-iyul kuni tushdan keyindan boshlab 13-iyul tushdan burungacha Urumchi shahrida tuyuqsiz tekshirishda bo'lganligini ilgari surgan. Xabarda aytilishicha, Xi Jinping Urumchida Xinjiang Universiteti, Urumchi xalqaro quruqliq porti rayoni, Tangirtaq rayonluq Goyanshan mahallasi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonluq muzey qatorliq joylarni ziyorat qilgan. Xabarda mundaq deyilgan: Bosh sekretar Xi Jinping Xinjiang ixtisosliqlarini yetishtirishni kuchaytirish, yuqumning oldini olish va tizginlash, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni bir tutash planlash, millatlar ittifoqligini puxta qadamlar bilan olg'a siljitish, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash qatorliq ahvollarni egiladi. Xalq gazeti va Xalq to'g'rida berilgan bu vaqtdagi suratli xabarda Xi Jinpingning Uyg'urlarning uyiga kirib, ular bilan xo'shal-xo'ram holda hamdastlik bo'lganligi, aholilar o'ltiroq rayondagi Uyg'urcha kiyingan bir to'p omma tarafidan qizg'in olqishlanganligi, xalq ommasining chavaqchilib Xi Jinpingga agishib ko'chalarda manganligida ko'rinishlar qistirilib tashviq qilingan. Bu suratlar ichida yana Xi Jinpingning bir to'p qirg'iz san'atkorlar bilan birga tushgan suratimi qo'shib ko'rsatilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rishit bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida Xi Jinpingning Sharq Turkistonga tuyuqsiz ziyoratini xalqaroning ko'zini bo'yash uchun ilib berilgan dedi. U mundaq dedi: Xi Jinpingning bu ziyaratining maqsadi xalqaro jamiyatga Sharq Turkistondagi vaziyatning muqim, xalqlarning baxtiyor turmush kechirayotganligini pardozlab ko'rsatish uchundir. U bu ziyarati orqali xalqaro jamiyatning Xitoy qaratayotgan tanqid va ayblashiga pisand qilmaydiganligini, Xitoyning rayondagi majburiy emgak siyosati va irqiy qirg'inchiligini davomlashtiradiganligini, shuning bilan bir vaqtda rayondagi soqchi doiralari va qurolli qismlarning bostirish harakatlarini eng yuqori darajada qo'llaydiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi ham ularni rag'batlantirmoqchi bo'lgan. Darvaqa yaqinda oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlaridagi ba'zi maxfiy hujjatlar Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Uyg'urlarga yurgizilayotgan ziyonkashliklarning bosh loyihalaguvchisi ekanligini oshkorlab bergan. Oshkorlangan maxfiy hujjatlarning birida 2018-yil 6-oyda Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining ministri Zhou Keji bu nuqtani aniq va qayta tilga olgan. Zhou Keji shu qitimliq so'zida Xitoy markaziy hukumatining lager siyosatini himoya qildiganligi, Xi Jinpingning lagerlarning odamga liq to'shib ketganligidan xabardor ekanligi, markazning yangi lagerlarni qurish va texmi ko'p lager soqchilarini xizmat qabul qilish uchun moliya rasxoti va boshqa sharoitlarni yaratib beradiganligini aniq tilga olgan. Mazkur hujjatlar oshkorlangandan keyin xalqaroda zo'r g'ulg'ul
qo'zg'ab, Shi Jinpingning Uyg'urlar qartilayotgan insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik siyosatining bosh qo'mondoni ekanligi oydinlashgan edi. Bu qatim Shi Jinpingning tuyuqsiz Urumchiga tekshirish kelishi har soatdagi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Tayland saqchi doiralari 14-iyul payshanba kuni Taylanddagi turmada 10 yilga yaqin vaqtdan beri tutib turilayotgan Uyg'ur tutqunlardan 3 nafarning qochib ketganligini e'lon qilgan. Binar xabarlari to'g'rining bildirishicha, bu mazkur 3 nafar Uyg'ur tutqun mushu haftaning beshida Bangkokning janubidan taxminan 300 kilometr yiroqlikdagi Prachuap Xirixan o'lkasidagi tutib turish o'rnidan qochib ketgan bo'lib, hozir saqchilar ularni jiddiy turda izlamoqda ekan. Ko'chmanlar idorasining tekshiruvchisi Rattapong Binar xabarlariga mundaq degan: "Biz ularni izlayapmiz. Men naq maydondan doklad kutyapman. Yaqindan buyon dam olish kunlari sababidan ishlar biroz osti bo'lib qoldi." Uning aytishicha, qochib ketganlardan Ali 25 yosh, Abdullah 30 yosh, yana bir Abdullah ismli biri 29 yosh ekan. Tayland saqchi doiralari ularning o'tkir keskuchi asbob orqali to'mir reshatkalarni kesib qochganligini bildirgan. Turmadan qochgan yuqorqi 3 nafar Uyg'ur tutqun 2013-2014 yillar orasida Xitoydan qochib chiqib, Malayziya orqali Turkiya qatorliq bexatar davlatlarga ketish orzusi bilan Tayland chegarasidan qonunsiz kirganda qo'lga olingan ekan. Navbatda Taylanddagi har qaysi turma va tutib turish o'rinlarida 52 nafar Uyg'urning tutib turilayotganligi mo'ljallanmoqda. Tayland amaldorlarining binar xabarlariga aytishicha, 2013 va 2014 yillar orasida taxminan 475 nafar Uyg'ur musofir Taylandga qochib kirgan ekan. Bu Uyg'ur musofirlarga yordam berib kelayotgan Tayland ommaviy tashkilotlar fondi jamiyatining raisi Chalida Tajaro Ensok binar xabarlarga qilgan so'zida Uyg'urlarning tutib turilayotganligi 10 yil bo'lay deb qolganligini, Tayland hukumatining hamda Xitoyning besimiga qaramay ularni qo'yib berib, ularning bexatar joylarga yo'tkilishiga ruxsat qilish kerakligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston o'limalar birligi, Uyg'ur kishilik huquq qurilish qatorliq 52 tashkilot yaqinda Uyg'ur tutqunlarining Tayland turmalarida tutib turilayotganligiga 8 yil bo'lganlik munosabati bilan kollektiv bayonot e'lon qilib, Tayland doiralarini qamoqdagi Uyg'urlarni darhol qo'yib berishga chaqirgan edi. Mazkur bayonotda Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan mush paytda biz har qaysi hukumatlarni Tayland hukumati bilan hamkorlashib, Uyg'ur musofirlarni 3-chi bir bexatar davlatga o'rinlashtirishga chaqiramiz deyilgan. 7-oyning 8-kuni e'lon qilingan mazkur bayonotda yana Tayland doiralarining bundan 7 yil burun ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan 109 nafar Uyg'urni Xitoy qaytarib berganligi tilga ilingan va Tayland hukumatidan qolgan Uyg'urlarning Xitoy qaytarilmasligiga kapolat qilishni talab qilgan. Amerika Davlat Majlisining a'zolaridan Jim McGovern va Michael McCall 13-iyul kuni Tibetlar haqidagi yangi qonun loyihasini tanishtirgan bo'lib, bu qonun loyihasi bo'yicha Amerika hukumatı rasmiy holda Tibetlarni o'z taqdirini o'z belgilash haqqi bor deb e'tirof qildi ekan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining 14-iyuldagi obzor maqolasida aytilishicha, Dalay Lama boshchiligidagi Tibet siyosiy faoliyatchilari o'tgan necha 10 yil mobaynida izchil Xitoy hukumati bilan suhbat orqali Tibetlar masalasini hal qilishga tirishib kelgan ekan. Garchi Tibet xalqining ma'naviy doisi Dalay Lama ko'p qitim o'zining Tibet mustaqilligidan voz kechib, yuksak avtonomiyaga rozi bo'lganligini hamda o'tir yo'l tutganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining buni yetarli emas deb qarash tufaylidan suhbat natijasiz bo'lib kelgan ekan. Bu qitimqi yangi qonun loyihasini tanishtiruvchilarning biri bo'lgan Jim McGovern bu haqda so'z qilib, Xitoy hukumati izchil Dalay Lamaga ta'tir qarab yuryapti. Biz bu qonun orqali Xitoy hukumatiga texmi qattiqroq besim qilishni o'ylashdik degan. Obzorda aytilishicha, bu yangi qonun loyihasida Tibet rayoni azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi deydigan tarixiy xatolik keskin inkor qilindi ekan. Ammo Xitoy hukumati Tibetlarning o'z tarixida ko'p qitimlab o'ziga o'z hukmronlik qilgan mustaqil xalq ekanligini inkor qilgan holda, Tibet rayoni 700 yildan beri markaziy hukumatning boshqarishida bo'lib kelmoqda demoqda ekan. Bu yangi qonun loyihasida aytilishicha, Xitoy Kompartiyasining 1950-yillarda qoral kuchi orqali Tibet rayonini ishg'ol qilinishini Amerika hukumati hech qachon xalqaro qonunlarga uyg'un deb qarmagan ekan. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu bu vaqtda so'z qilib, bu qonun loyihasi tarixni burmalab, faktlarni ostin-ustin qilishni qasdlagan. Amerika bizning ichki ishlarimizga aralashishni to'xtatishi lozim degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'tgan yildan buyon chet ellik va Uyg'ur qonunshunoslar, advokatlar va tarixchilardan tarkib topgan maxsus bir tadqiqot guruhini qurib chiqib, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilgan zamin ekanligining siyosiy, tarixiy va qonuniy asoslarini dalillab chiqish va uni xalqaro jamoatchilik e'tirof qildirish uchun jiddiy harakat olib bormoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu zo'r program uchun hozir qadar $50,000 dan ortiq iqtisod sarf qildi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.